Assalomu alaykum azizlarim. China Motors'ning qadrdon kuzatuvchilar, podpischiklari va mijozlarimiz. Uzoq kutilgan yangilik. Bilasiz, China Motors Jack'ning ofitsialni dileri hisoblanadi O'zbekiston Respublikasida. Uzoq kutilgan yangilik bu qaysiki? Liniyalarda kim harakatlanayotgan bo'lsa, bir paytlar biz ajiotaj bilan Ochratda odamlar turib sotgan mashinalarimiz ana endi svobodniy grafikda, alloh aytadigan bo'lsa, hech qanday kutish yo'q. To'lovni qilasiz. To'lov ham qanaqangi bo'ldi? Hozir banklarda muammo yo'q. Banklar orqali avtokreditni xohlagan usulda to'lovni qilasiz va mashinalarni xarid qilasiz. Bu qaysi mashinalar deyishingiz mumkin. Misol uchun bizni kanal endi kuzatayotgan aziz qadrdonlar uchun aytib o'tib ketaman. Bu bizning Jack Sunray mashinamiz. Eslaringizda bo'lsa, bundan adashmasam bir 2 yil, 3 yil oldin bu mashina bor yo'q o'ntakilarni sotib olmoqchi bo'lgan xaridorlar 50 ta. Va har doim nima bo'lardi? Buning ustiga janjal bo'lardi. Endi bunaqangi muammo yo'q azizlarim. To'lov qilasiz, sirazi olasiz. Bankmi, avtolizing, avtokredit farqi yo'q. Sizlarga eng yaxshi ko'p gapirib o'tirmayman. Bir boshdan bizdagi hozirgi assortimentdagi mashinalarni bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi Jack Sunray haqiqatan ham legendarni, juda zo'r liniyalar uchun, gostinsalar uchun va nima deydi ular? Shahar ichkarisi bilan shahar tashqarisimi, ichki turizmmi farqi yo'q. Juda qulay boy bo'lgan Euro 6, eng asosiysi Euro 6 mashinamiz Jack Sunray. Hozirda bu o'rindiqlar soni 15+1, ilgari 20+1 edi. Ana endi xavfsizlik nuqtai nazaridan 15+1 ga o'zgartirilgan. Agar bizni salonga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, boshqa bir nyuanslarni ham o'rgatamiz. Hech qanaqangi pateriya yo'q. Prinsipi muammo yo'q. Pateriya ham yo'q. Ikkinchisi, biz o'sha paytda savdo qilib yurgan paytimizda bizga juda ko'p zvanoklar bo'lganda nima? Shu Jack Sunray kuzovida bizga gruzavoy mashina kerak deb aytardilar. Biz nima derdik o'sha paytda? Olasiz, oynalarni yechib olasiz o'zingiz va temir bronza bilan yopasiz, keyin uni qayta jihozlash qilib gayidan ruxsat olasiz derdik. Bu o'sha vaqtida juda ko'pgina mashaqqatlar, diskomfort hosil qilar edi. Endi bu muammo yo'q azizlar. Mana bu ko'rib turganingiz Jack Sunrayning gruzavoy ko'rinishi mana shu. Mana oyna tomonlari yo'q, yopib qo'yilgan. Salonni ichidagi balandligi 182, 183. Mani bo'yim hozir 180 bo'lsa, mani bo'yimdan ham yuqori mana shuncha joy qoladi shu. Yo 5-10 santimetrlar. Demak, где-то 190 buni ichi balandligi. Shunga qarab kubometrni ham chiqarib olishingiz mumkin. Adashmasam kubometr где-то 13 kub bor. Minimal o'lcham где-то 15 kubometr ichida joy bor. Bizni kuzatishda davom eting. Bularning hammasini to'liq obzor qilib ko'rsatamiz sizlarga. Keyingisi o'sha paytda meni o'zimga aynan mijoz nomini esimda yo'q, lekin Jizzax viloyatidan chiqqandilar. Nima deganlar? Menga tez yordam mashinasi kerak. Meni частный klinikam bor va частный klinikamda o'zim endi bizda xudoga shukr nima deydi ular? Tadbirkorlarning bir joyda to'xtab qolmagan, o'zim tez yordam mashinasi kerak deb menga chiqqandilar. Частный klinika o'zlariga shaxsiy tez yordam degandilar. O'sha paytda ochiq aytsak, bizga Xitoydan bizga aytilib taklif bo'lganda, biz e'lon qilgandik, shu bilan mijozlar chiqqandi, lekin biz qilib bera olmagan edik. Ana endi bu yangiligimiz kimda частный klinika bo'ladigan bo'lsa va o'zi tez yordamni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, mana uchun tayyor. Jack Sunray bazasida tez yordam mashinasi, skoriy pomosh. Undan keyingisi esa kimgadir misol uchun bu kattalik qilishi mumkin. Keyingisi Jack M3 bazasida skoriy pomosh. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularning farqi nima desa, bularning farqi faqat gabaritda bo'ladi va o'zingiz uni jihozlashtirishingiz mumkin. Jack Sunrayning ichini o'zingiz jihozlashtirasiz, chunki bu joy ko'p bo'ladi. M3 da esa minimal darajada jihozlab qo'yilgan bo'ladi. Xullas qalom, bular hammasini alohida to'liq obzor qilib beramiz. Keyingisi, oxirgi paytda biz sotib bo'lganimizdan keyin bizdan ko'pchilik xafa bo'ldi. Azizlar, bizdan xafa bo'lmang, chunki biz majbur edik. Keyin yetkara olmay qoldik. Bu qaysi? Jack M4 bor edi. Ana M4 endi nima deydi? Bundan buyoqqa muammo bo'lmaydi. Bizdan xafagarchi unaqa o'tmaydi endi. Endi bizda har doim mavjud.
Bu ham Jack M4. Bu yerda faqat ranglarni ko'rsatish uchun assortimentga qo'yganmiz. Oq va qora ranglari bor. Nalichida, kutishi yo'q. Keyingisi tanishtirib o'tirmaymiz. Bu nima? Jack M3 eng ko'p sotilgani va O'zbekiston hududida ko'pchilik talab qilib so'rayotgani ham shu Jack M3. Buni ochiq aytadigan bo'lsak, ko'p bizdan kim olardi? Bizdan buni aynan liniyalarda olardi. Liniya qaysi liniyada? Ochiq aytaman, Farg'ona Qo'qon juda ko'p olgandi. Jack Sunray bilan Jack M3 juda ko'p olgan. Ne только Farg'ona Qo'qon, boshqa viloyatlarda ham rayonlar orasida harakatlanadigan mashinalar hammasi shunga o'tgan. Damas'dan voz kechib shunga o'tgan. Haqiqatdan ham mashina o'zini puliga arziydigan va xafa qilmaydigan. Keyingisi o'sha paytdagi bizga ko'p spros bo'lgan, yana aytib o'taman, Jack M3 bazasidagi gruzovoy mashina. Mana. Oynalarni olib tashalgan, gruzovoy qilingan. Buni kubasiga olib qaraydigan bo'lsak, где-то ayta olaman, где-то 10 kuba bor. Yukxonasi 10 kuba. Shu bilan birga o'rindiqlar soni ham bor. Siz одновременно bu kimlarga bo'ladi? Distributorlarga aniqroq ko'proq qo'l keladi. Bir vaqt o'zi dostavka bilan shug'ullanadigan, logistika bilan shug'ullanadigan, gruzchigi bilan shofiri, haydovchisi birga yuriydi. 3 ta o'rindiqlik. Buni ham to'liq obzori bo'ladi. Bizda hozirda mavjud. Keyingisi aynan kimlar desam, Kia'ning muxlislari bor. Kia'da eng zo'r top qaysi? Mikroavtobuslar bo'yicha, odam tashish bo'yicha bu Carnival. Carnivalning primoy konkurenti, narxi jihatdan juda arzon, komforti один к одному. Komfort jihatdan bir xil bo'lgan RF8, Jack RF8. Bu yangi lineyka. Jack haqiqatan o'rganib chiqib, ichki bozordagi chanqoqlikni qondirish maqsadida bizga kerak bo'lganligi uchun mana shunaqa Carnivalni o'rnini bosa oladigan mikroavtobus. Endi buni RF8 ni adashmasam, buni 8i yo'qdi u paytda. 5i bor edi. M5 degan buni markasi bor, xuddi shunaqa bazada bo'ladi. Rossiyaga qatnaydiganlar bizdan so'ragandi, lekin biz olib kira olmagandik. Sababi u Xitoyda emas, Qozog'istonda ishlab chiqarganligi uchun. Endi o'shan o'rnini bosadigan, O'zbekiston, Rossiyaga umuman olganda uzoq yo'llarga qatnaydigan mashina bizda bor. Aloqaga chiqasiz. Buni ham to'liq obzori bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingisi ochig'ini aytadigan bo'lsam, men eng yoqtirgan mashinam bu pikap. Pikapning ichida Jackning oilasidagi eng zo'ri. Eng zo'ri bundan zo'ri yo'q. Aniqroq aytadigan bo'lsam, nima deydi? Toyota Tundra. Endi Raptor desam, Raptordan kichik bu. Amerikan Raptor emas, lekin Toyota Tundra bilan bir xil. Haqiqatan ham gabariti bir xil va korobkasi avtomatda aytib qo'yay, juda eng komforti bo'yicha yuqori turadigan va aqlli, miyasi juda aqlli qilingan pikap. Yangisi T9 keldi. Undan oldin biz faqat T8 sotganmiz, T6 ham bizga zakaz tushgan, ularni sotganmiz. Endi esa eng zo'ri Navaroti keldi. Buni ham obzori bo'ladi. Haqiqatan ham bahaybat, shunchaki bahaybat. Buni ko'rib faqat kayf qilasiz, tamom. Keyin bizni o'sha vaqtida mijozlarimiz talab qilganligiga binoan keltirib sotganmiz. Pikap T8 bu. Bu T8. Bundan bu chiqmasdan oldin bu haqiqatan ham topda edi. Olgan mijozlarimiz birontasi bizga jalba qilgani yo'q. Hamma davolni, hammasi zo'r, shu qolgan. Bu hozirda bizda mavjud. Bunga nisbatan bu narx arzonroq bo'ladi va komforti ham zo'r. Umuman olganda bu mashinalarni bittasi past, bittasi baland deyish qiyin, faqat bular narxli jihatdan segmenti va oilasi har xil bo'lganligi uchun farq qiladi. Xullas kalon azizlar, bu yerda videodan maqsad shuki, bizni hozirgi kunda bor assortimentimizni ko'rsatib o'tish va bizdagi yangiliklar va xalqimiz kutib yurgan yangiliklar qaysiki? Jack Sunraylar, M3, M4, shu bilan birga pikaplar bor va gruzovoy mashinalar edi. Bizni kuzatishda davom eting, bu videoning oxiri emas. Biz sizga har bitta mashinani damelichi obzor qilib beramiz. Kimga qanaqangi savollar bo'ladigan bo'lsa, sizni hozirgi videoda qaysi mashina qiziqtirgan bo'lsa, kommentarda yozib qoldiring. Biz befarq emasmiz.
biz hamma videolaringizni kommentarlaringizni o'qib chiqamiz va o'shalarga javob beramiz. Aytadigan bo'lganim shu, China Motorsda qo'ling. Bizda yangiliklar juda ko'p. Aytadigan bo'lsak, zavod yanada bundanda yaxshi elektrokarlarni yo'lga qo'ygan. Inshaalloh robbil alamin bundan keyin elektrokarlar ham bo'ladi Jack kompaniyasidan. Chunki Jack shu paytgacha hech kim pardoz qilgani yo'q.